Hurmatli hamkorlar, sizga tavsiya qiladigan bu mahsulotimiz juda ham ajoyib mahsulot bo'lib, bu dengiz o'simliklaridan hamda o'zimizning grek yong'og'i hamda apelsin danagidan olingan yog'lardan iborat 3 ta ingrediyentdan iborat bo'lgan mahsulot bo'lib, bu inson organizmida qon tomirlarini tozalashda, aqliy faoliyatni yaxshilashda, asab tizimini tinchlantirishda juda ham qo'l keladigan mahsulotlardan bo'lib, bu mahsulotlarni bizlar 2 yoshdan yuqori bolalarga ko'proq tavsiya qila olamiz. Bu mahsulot dori emas, dorini o'rnini bosmaydi, ammo yosh bolalarda tikozni sindrom, asab tizimidagi o'zgarishlar hamda nochnoy kechasi peshob qilib qo'yish, nochnoy aneroz deymiz, bu holatlarda ko'proq boyagi maktabda bilim o'zlashtira olmayotgan, fikrini jamlay olmayotgan insonlarda, kattalarda boyagi aqliy qobiliyatni sustligida ko'proq tavsiya qilinadi bu ingredientlari bor mahsulot. Bu bitta kapsuladan bir mahal ertalab nonushta paytida birgalikda ovqat bilan birgalikda iste'mol qilinadi. Qarshi ko'rsatmalari bularni tarkibidagi yong'oqqa, apelsinga, dengiz o'simliklariga allergiyasi bor insonlarga tavsiya qilinmaydi.